Bolani telefonga qaramlikdan to'xtatishning yagona yo'li avvalo o'zingiz bola oldida telefondan foydalanishni to'xtatishingizdir. Yangi tadqiqotlarga ko'ra, ekranga qaram bo'lgan ota-onalarning telefonga ko'p vaqt sarflashlari farzandlarining til ko'nikmalarining yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Kichkintoylar odatda ota-onasining har bir qilgan ishiga taqlid qilishadi. Ota-ona qanchalik ko'p telefonga vaqt sarflasa, bolalarimiz ham bunga odatlanib qolishadi. Elektron kitoblarni o'qish, til o'rganish, ba'zan o'yin o'ynash bolaga foydali bo'lsa-da, ekrandan keladigan zararlar bolaga jiddiy ta'sir qiladi. Eng yaxshisi, ota-ona va bola o'rtasidagi muloqot, ular bilan ko'proq gaplashing va ularga mehr bering.